Endilikte haberimiz belki bu neticelik, ciddi haber de bana sanılabilir, hürmetli vatandaşlarım. Biz ötken sizlerge haber kılga vakti 7. ayının 19. günü Washington'da Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo hukumatının umumyüzlük yoki atrafliq savdo yig'ini yoki savdo suhbati bo'ldi deb ko'rsatgan edik. Bugun mana bu xabar. Amerika Qo'shma Shtatlarining xalqalik talabini Jungo rad qilganlikdan Amerika Jungo iqtisod suhbati buzildi. Mavzuli xabar 7. ayının 19. günü Twitter betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Jungo davlat boshliqlari ko'l bo'yi aramgohida uchrashganda ikki davlat rahbarlari Amerika Jungo savdosida 100 kunlik muhlat plani tuzgan. Gerçi Jungo ba'zi va'dalarni ishga oshirgan bo'lsa-mu, lekin Amerika Qo'shma Shtatlari qanoatlanmadi. Amerika Qo'shma Shtatlari taraf bundaq hisobladi. Jungo Amerika savdosidagi qizil raqam masalasini hal qilish bu xalqliq masaladir. Washington Post'si gazeti 7. ayının 19. günü xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo 19. günü o'tkazilgan suhbatda Amerika amaldorlari bir natijaga erishimiz deb oldirgan edi. Lekin bu umid yo'q chiqdi. Jungo Amerika savdosi 100 kunlik planning natijalarini yopirish uchun asli o'rinlashtirilgan muxbirlarni kutib olish yig'inimi amaldan qoldirildi. Amerika Qo'shma Shtatlari savdo ministrligining ministri Wilbur Ross bu qatimqi suhbatning boshlanishida qattiq iboralar bilan nutq so'zladi. Ross mundaq ko'rsatdi. Jungo Amerika savdosida ko'rilgan qizil raqamning yerimiga mas'ul bo'lish kerak. O'xshashli ikki davlat savdosini tangpunglashtirishimiz kerak deb ko'rsatdi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. İsmini oshkorlashni xohlamagan, lekin ahvoldan to'liq xabardor bir kishi oshkorlab mundaq dedi. Jungoning po'lat temir mahsulotlarini ishlab chiqarishni ozaytish bilan Jungo yo'l qo'yish kerak deb majburlab Amerika taraf muvaffaqiyat qozona olmadi. Bundan boshqa Amerika taraf Amerika savdosidagi ta'sir farqini ozaytishni, Jungoning yezilik bozorini ochib etishni, pul muomala, sonliq ma'lumotlar bozorini ombirini ochib etishni talab qildi. Jungo taraf gap qilmadi, Amerika taraf natijaga erisholmadi. Roz mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump ko'l bo'yi aramgohida aniq qilib shu chog'da shundaq degan. Amerika Jungo savdo munosabati va bozorga kirishda negizlik moslasholmaslik hal qilinishi kerak. Biz Jungoga ko'plab tovar mal eksport qilib, tangpunglashgan savdo munosabati yaratishimiz kerak. Bu qatam Roza efendi nima dedi? Jungoning tovar mallari import qilinib Amerikaga kelyotdi. Xuddi shuning o'xshashda Amerikaning tovar mallari, mayli yezilik mahsulotlar va boshqa mahsulotlar bo'lsin, o'xshashda Jungo bozoriga kirish kerak. Jungo import qilish kerak. Demak, bu yerdagi tengsizlik sendan bir tovar kelsa, mendan bir tovar bo'lmasa, tangpong bo'lanmaydi. Tangpong bo'lanmasa, ikki davlat savdo munosabatidagi qizil raqam yoki ta'sir balans tugamaydi. Qanday qilasiz Jungo apandi debidi? Jungo apandi buni qabul qilmadi. Shunga bu qatim o'tkazilgan suhbatda Washingtonda o'tkazilgan suhbat 7. ayning 19. kuni Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo Xalq Jamhuriyati hukumati o'rtasidagi atrofliq umumyuzlik savdo suhbati buzildi. Endi bundan keyingi vaziyat qanday taraqqiy qiladi? Vatandoshlarım, biz sizlar bilan birga kuzatib turamiz.